Payg'ambar alayhisolamning aytgan so'zlarini yozib olinib boriladigan bo'lsa, Qur'oni Karim oyatlar tushganda sahobalar ba'zilari kiyiklarini teriga, boshqalariga yozib borishardi. Hadis bilan Qur'on oyatlari bir-biriga aralashib ketib qoladi, bunaqa qilinadigan bo'lsa deb Payg'ambar alayhisolamning hadislarini yozmay qo'yishdi. Va ma'lumki, milodiy 632-yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qattiq bemorlikdan keyin vafot etdilar. Va sahobalar kundalik turmushda u zotning fikrlari yoki tavsiyalaridan foydalanib iqtibos keltirganlar, ayrim xotiralaridagi hadislarni yozishni boshlashgan. Payg'ambar alayhisolamdan keyin mana shu holatda bunday degandilar, falon joyga borgandik, keyin bunday bo'ldi degan so'z Payg'ambarimiz alayhisalomdan keyin yozilishlikni boshladi. Sahobalardan keyingi davrda tobiinlar, tabi'a tobiinlar hadis shariflarni yig'ishga astoydil kirishdi. Hatto bir odamni hadisini, aytgan hadisini o'rganib chiqilardi. Bu hadislar shu darajada o'rganilardiki, yolg'onchi odam biror bir gapni gapirib qo'yishlikning imkoniyati bo'lmasdi. Hadislarda gapiruriladi degan so'z u to'g'ri gap emas. Hadisni sahih bo'lishligi uchun bir qancha turi bor. Masalan, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bir hadisni sahih, ya'ni ishonchli yoki ishonchli emasligini bilishlik uchun yurtlar kezdilar. Va borgan joylarda shu siz qidirayotgan gapni, o'sha ko'rayotgan odamingiz bor-ku, ana o'sha odamdan eshitganman dedi. Ana holatda bo'lishi kerak-da. Siz kimdan eshitgansiz? Amanga adamlar aytib berganlar. Adingizlar kimdan eshitganlar? Dodamlardan eshitganlar. Dodingizlarchi? Dodamlar falonchidan eshitgan ekanlar. Shu eshitilingan og'izdan og'izga o'tib borgan so'z Payg'ambar alayhisalomga borib taqallinishligi kerak. O'rtada uzilish bo'lib qoladigan bo'lsa ham u sahih hadislar turkumiga kirgizilmagan. Imom Buxoriy bordilar. Siz bu hadisni kimdan eshitdingiz? Falonchidan eshitganman. Borsalar o'sha odam oti qochib ketgan ekan. Shu qochib ketgan otini chaqirishlik uchun quruq tog'orani olib ba deb chaqirdi. Ma deymiz-ku o'zimizga. Yoki be qilamiz. Ya'ni senga taom bermoqchiman, ke deb bo'sh tog'orani olib qochib ketgan otni chaqiryotdi. Imom Buxoriy chetdan qarab turdilar voqeaga. Bu odamki, qaraylik, bu odamki otini bo'sh tog'ora bilan, idish bilan ke ovqat beraman deb turib chaqiryaptimi? Bu boshqa tirik odamlarni ham aldashi mumkin deb shu odamdan keltirilgan hadisni qabul qilmaganlar. Qaraylik, shu darajada bo'lgan. Bolalarimizga ke kampet beraman, shirinlik beraman deb turib, oldingizga kelgandan keyin hech narsa bermaydigan bo'lsak, yolg'onchi bo'lamiz. Shuni ham bilib qo'yishimiz kerak. Cho'ntagimizda hech narsa yo'q bo'lsa, bolalarimizni hatto shunday qilib ham aldab chaqirishimiz asli mumkin emas. Sahobalar mana shunday holatda Payg'ambar alayhisalomdan eshitgan hadislarini odamlarning orasida shuni tartibga solinayotgan vaqtda muhaddislar mana shu taraflariga e'tibor berishgan.